illat millatda bo'lamdu. Abdori Abduvali Ayub. Abduxalliq Uyg'ur tug'ilganiga 115 yil. Qatl qilinganiga 93 yil bo'lgan damlarda mərhumning matbuatlarda va torlarda yayilgan asarlarni qayta o'qib chiqdim. Uning xalqimiz orasida eng olqishliq asarlardan millatni tafakkurga chaqirgan, o'ygan va millatni tanqidlagan bardur qatorliq asarlari bor ekan. Uyg'onish chaqiriqining adabiyligiga hech bir gumonim yo'q. Chunki insonda qalbning bexotligi, ruhning xomishligi, aqlning mugdab qilishi takror yuz berib turadigan hodisa ekan. Şoňamykin mərhum alim Abdüşkür Muhammad Emin yeşi 60-ga yetganda Arifnama degan asarni yezib, o'zining qayta o'yganganligini jakarlapti. Әмді Uyg'urning illatlarini pash qilgan Bardurga kelsak, bu she'r Abduxalliq Uyg'urning qatl qilingandan keyin eng burun rasmiy matbuotlarda e'lon qilingan she'r ekan. Bu she'r 1947-yildagi Şinjan gazetida e'lon qilingandan boshlab toki bugungi Torbat, Ündidar va boshqa ijtimoiy taratqulargacha to'xtamay tarqalib ketdi. Abduxalliq Uyg'urni tadqiq qilgan Uyg'urlarmo maqolalarda mazkur she'rni tilga ilishni asosan unutib qolmabdi. Abduxalliq Uyg'ur she'rlari ichida faqat mushu she'rningla ikki xil xanzucha tarjimasi bor ekan. Bir tarjimada aslidagi mavzu saqlangan bo'lsa, yana bir tarjimada bizning illatlarimiz deb yangi mavzu qo'yilibdi. Shuning turtkisida bu mavzu o'qish va aloqada ko'proq xanzucha qo'llanadigan Uyg'ur o'quvchilarda keskin bir munozaraga sabab bo'ldi. Men qamoqdan chiqqandan keyin bu tartishmalardan xabardor bo'lgan edim. Xanzucha o'qiydigan o'quvchilarning bu haqdagi qarashlariga, gangrashlariga shohid bo'lgan, savollarga javob bergan edim. Xanzucha o'qigan Uyg'ur o'quvchilar orasidagi munozirning ko'chalarni birovniviklar so'rayotgan chog'larga to'g'ri kelib qilishi kishini o'ylantirdi. Uning ustiga ularning nima uchun o'ygan Uyg'urni emas, bizning illatlarimizni munozir temiz qilganligimi diqqatga sazovor. Uyg'urcha matbuotlardagi illatchilik adabiyoti pastgo'yga tushgan. Vaziyat keskinlashgan bir holatda Abduxalliq Uyg'urning bardur sarlavlik bu she'rning xanzucha va Uyg'urcha qayta bosh ko'tarishi, Zoir Burxonning Ündidar salonida bizning ajallik ojizliklarimiz mavzusida yozmalarning avomga sunilishi kishini Uyg'urni illatlashning yana bir qatimliq bir vaboga aylanishidan isang kirtidi. Chunki boshqalarga musibat yoqqanligi, oyoqlarning falokatga patqanligi, ko'zlarning kulfatda yoshlanganligi amaliyat. Tabiiyki, Uyg'urlik kimligi yuklangan kishilar bundaq chog'larda na uchun biz bu baloga mubtalo deb o'ylashga, sabablarni surishtirishga, qora bosqandek oromsizlanishga majbur. Bu tuyg'u tillayotgan va tillanayotganga, tutayotgan va tutilayotganga, qiynayotgan va qiynalayotganlarga o'rtaq. Hamma oromsizlikqa mahkum bundaq buruqtumchilikda barliq kelishmaslikning sababchisini bizning ajallik ojizliklarimiz deb tushuntirish vaziyatga, bexatarlikka va talabga uyg'un.
Chunki kesilayotgan yog'ochning avval ko'ralaydig'ini va eng nafratlandig'ini besi yongan paltılarning yog'och saplari. Shunga og'irnishga to'g'ri kelsa, bag'rimizdagi qarindoshlardan og'irnimiz. Yotning yondan, qarindoshning jondan o'tar degan shu. Shaxsiy kimligining to'xtamay tekshirilishi natijasida kishilar buningga sabab bo'layotgan o'rtaq kimlikka texmi qattiq bog'lanadi. Shunga qamoqdan chiqqandan keyin bir Xitoy tanishimga kayfiyatimni so'zlab, burunqidimmi uyg'urlashib ketganligimni degan edim. Bir uyg'ur qancha uyg'urlashqancha, uning shaxsiy peshkanliklari, azoblari va pushmonlarimi shuncha uyg'urlashidi. Natijada mening illatim bizning illatimizga aylanib, shu mavzudagi asarlar bo'g'izimizga qaplashib qolgan hislarimizning izhoridek tuyulib, yoqtirishga erishidi. Tarixda o'z millatidan illat izlash xohishi uyg'urlarda bo'lgan emas. 20-asrning boshlarida mustamlikachilik qismatiga duchor bo'lgan xalqlarda bundaq hodislar o'rtaq o'tirg'i chiqqan. Masalan, xanlarda Lushin boshlagan illatchilik ajoyib qarshi elinib, Boyangning qalamida Bat-Bashira Jungoliklar nomli kitobga qarab taraqqiy qilgan. Vaholanki bugungi Jungo jamiyatida mayli Lushinning bo'lsin yoki Boyangning bo'lsin, illatchilik temasidagi asarlari olqishdan qoldi. Hatto Lushinning Jungoliklarni tanqid qiladigan asarlari darsliklardanmi butunlay chiqarib tashlandi. Oldingi asrning 60-yillarda Türk yozuvchisi Aziz Nasin Türklarning yerim ahmoqdir deb munozirga tuturuq bo'lgan ekan. Hozir bu gaplarni hech kim munozir qilib o'ltirmaydi. Chunki hozirgi Turkiyaning taraqqiyoti buni inkor qilib turibdi. Abduxoliq Uyg'ur Bardur nomli nazmini yozishdan burunla Qozoq mutafakkiri Abay Qonanbay qozoqlarni, Tatar shoiri Abdulla To'qay tatarlarni asarlarda qamchilab bo'lgan. Bugun qaraydigan bo'lsak, na tatarlar, na qozoqlardan bu qamchini ko'tarib, qarindoshlarining beshida devaylab turgan biror mo'tvar yo'q. Faqat Abduxoliq Uyg'urning qamchisila hali ham Uyg'ur qalamkashlarining zuvandorlarining qo'lida. Yuqorqi misollardan qaraydigan bo'lsak, millatning o'ziga bo'lgan bahosini o'zgartirdig'ini mavjud reallik. Ma'lumki, tarixda tanqidlangan qarindosh qozoq, turk va tatar xalqlari butunlay o'zgargan yo'q. Faqat ularning realligi o'zgardi. Millatning mavjudlik holati o'zgarsa, millatning o'ziga bo'lgan bahosimi o'zgaraydi. Bu ularning illatlik bo'lgan yoki bo'lmaganligi bilan munosabatsiz. Mayli Abduxoliq Uyg'urning Bardur she'ridagi illatlar bo'lsin yoki Abdushukur Muhammad Emin, Axtam Umarlar bayqagan va yozarmanlar davomliq kashf qilayotgan nuqsonlar bo'lsin, hammasining pandiki ismi ijtimoiy kayfiyat va ijtimoiy masala deyiladi. Bular bir xil ijtimoiy tuzumdagi kishilarga o'rtaq masala bo'lib, hech bir millatga xos emas. Masalan, xoshamatchilik, yolg'onchilik, paraxo'rlik, chiqimchilik, ko'ralmaslik, qulchilik qatorliqlar O'ttir Sharqdagi Bag'doddan Sharqi Osiyodagi Beyjinggacha, Moskvadan Qohiragacha bo'lgan jamiyatlarga o'rtaq hodisa hisoblansa,
o'xshashla sharqliq sanıladigan Singapur, Yaponiya, Tayvan, Koreya qatarlıq dövlətlərdə ayırım qılmış hesaplanıdı. Çünki aldınqısı kişiler şu illatlik kayfiyatni paydo qiladigan mustabid, chirik va kesal tuzumda yashaydi. Keyingisida kishilar erkinlik, barobarlik va kishilik huquqlaridan to'liq bahrilanadigan sog'lom bir jamiyat yashaydi. Inson qandoq jamiyatda yashasa, shundoq kayfiyatga giribdor bo'ladi va shundoq ijtimoiy masalaga mubtalo bo'ladi. Bundaq deganlik mustabid tuzumda va illatlik jamiyatda yaxshi odam, fazilatli kishilar bo'lmaydi deganlik emas. Albatta, undaq jamiyatlardami yaxshi odamlar bo'ladi. Ammo yaxshilik umumlashmaydi. Fazilatli kishilar bo'ladi, ammo fazilat muvaffaqiyatning kapolati bo'la olmaydi. Mustabid alladimi xayr ihson bor. Ammo xayrlik natijaga sabab bo'ladiganlari oz bo'ladi. Xayrlik ishlarni qiladiganlar bor, ammo kutilmagan xatardan ansiraydiganlarmi oz emas. Masalan, Saudilik baylarning yiliga nurg'un o'shir zakot tarqatadiganligi rost ekan. Ammo zakot olg'uchidan hisob olmaydi ekan. G'arb allari va Yaponiya, Koreya qatorliq davlatlarning saxovat organlarimi yordam tarqatadi ekan. Ammo avval plan yo'llash talab qilinib, oxirida chiqim tafsilotini birma-bir surishtirdi ekan. Ikkisi o'xshashli yordam bo'lsa-mu, biri yaxshilikni umumlashtirdi, yana biri haromxo'rlik, fursatparastlarni samirtdi. Yana masalan, Jongoda sotqa tushganlar naq maydondan guvochi bo'ladigan odam topolmay avar bo'ladi ekan. Mustabid musulmon allardimi o'xshashla ishing bo'lmasa shohid bo'l deydigan gap moda ekan. Buningdagi sabab adliya organlarining xizmatdagi mas'uliyatsizligi, byurokratligi va so'ralmaligi. Shuning bilan kishilar yaxshilik qilg'isi bo'lsa-mu, avarchilikdan qo'rqib, quloq yopirdigan bo'lib qoladi. Natijada yaxshilik umumlashmaydi. Illat millatda bo'lmaydi, shaxsda bo'ladi. Bir millat ichidagi shaxslardan mustabid tuzum, illatlik jamiyat, beqinda holat sababidan turlik nomuvofiq ijtimoiy kayfiyatlardan yuqumlanadiganlarmi va yuqumlanishga qarshi immunitga erishadiganlarmi bo'ladi. Bundaq yuqumlanish yoki immunit yetildirish jarayonini insonning ijtimoiylashishi deymiz. Topdan ayrilolmaslik peshonasiga putilgan har bir inson jamiyatga qadam qo'yganda doim passiv holda ijtimoiy kayfiyatning quliga aylanib ketmaydi. İnsanның ijtimoiylashish jarayoni qabul qilish, o'zlashtirish jarayoni bo'lmasdan, balki rad qilish, inkor qilish va qarshi chiqish jarayoni bo'libmi ifodalanadi. Shunga o'rtaq til, o'rtaq g'urur va o'rtaq kechmishga ega har qanday millat kishilari mayli qanday jamiyat yashasin, butunlay illatlik bo'lmaydi. Agar shundaq ajallik illatlarga giribdor bo'lgan bo'lsa, mavjudlikni davom qila olmaydi. Qur'onda tilga ilingan Lut qavmining millat bo'yicha illatga giribdor bo'lganligi va shu sababdan yo'qolganligi so'zimizning dalilidir. Tugidi.
2016 yil 9 iyun